Siz yaxshi bir ustasiz. Qo'yingki, siz atrofingizda odamlar jamlanishdi. Bunga g'ururlanmaslik kerak, aldanmaslik kerak. Chunki ular sizni zohiringizga ko'rib turishibdi-da. Sizni qalbingizni kim ko'rib turibdi? Sizni odamlar yaxshi deb o'ylab atrofingizga yig'ilishyapti. Lekin sizni ichingizda nimalar o'tayotganligini ular bilmaydi-da. Siz aqlli, xushyor odamsiz albatta. O'zingizni odamlarga solih inson qilib ko'rsata olasiz. Ammo al-Vahid dayyan bo'lgan, ar-Roqib bo'lgan Alloh sizni qalbingizni ham kuzatib turadi. Shuning uchun ertaga Allohning huzuriga borganimizda Alloh bizni hisob-kitob qilishidan avval o'zimiz shu dunyoda hisob-kitob qilib turishimiz kerak. Hammamiz bitta narsani so'raymiz. Parvardigor, o'zing saqlagin. Balo-qazodan, musibatlardan, kasalliklardan, tuhmatdan qo'yingki, panoh tilaymiz. Alloh meni saqla deymiz. Lekin birodarlar, ulamolar aytadi, Alloh sizni saqlashini shartlari bor. Shu shart sizda bo'lsa, Alloh sizni saqlaydi.